çüş, şirin çüş, İgiz gükten uçkan kuş. Medet toptum süygüdüm, kel yanımga qaytıp çüş. Şirin çüş, şirin çüş, İgiz gükten uçkan kuş. Medet toptum süygüdüm, kel yanımga qaytıp çüş. Xalis niyat, xalis tilak, mehrli qo'llar, muhabbatli qalblarning eng yorqin jilosi Shirin tush. Shirin tushlarning reallikdagi sahnasi, mayirlarning samimiy bayonlari, korxonchilarning mardonligi dal mushiyada. Assalomu alaykum, ekran oldidagi va shohlar naq maydondagi qadrli ko'rman do'stlar. Ko'rayotganlar Shinjang televiziya stansiyasi, Shinjang Xuyu Maniyat tarqitish shirkati, shundaqla Urumchi Elbi Maniyat tarqitish e'lon chekish shirkati birishib ishlagan. Shinjang Mehri mablag'chilik shirkati alayda qo'llagan. Shinjang Sabiylar kasbiy taraqqiyot shirkati alayda talab qilgan. Shinjang Abida Biofan texnika taraqqiyot shirkati alayda hamkorlashgan Mehri Shirinch programmasi. Men riyosatchi Zumrat Abduqodir. Shirinch programmasi Shinjang televiziya stansiyasi bilan Shinjang Xuyu Maniyat tarqitish shirkati, shundaqla Urumchi Elbi Maniyat tarqitish e'lon chekish shirkati birishib ishlagan. Avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil tusidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning arzusi uchun maydon hozirlash va shunaqla ahamiyatli arzu, ahamiyatli g'oya egalariga yordam berish maqsadida ta'sis qilingan. Korxonchilarning taraqqiyoti a'lo mulozimat, a'lo mas'uliyat orqali amalga oshadi. Xalqdan elib xalq qaytirish har bir korxona madaniyatininki eng yorqin jilosi, shunaqla iste'molchilarning umididir. Men eng oldi bilan program gruppamizdagi barliq ichki xizmatchilar va shunaqla mayirlar nomidan naytib mardlik bilan, mardonlik bilan o'zining sehiy qo'llarini sunayotgan barliq korxonchilarga alayda tashakkurimizni bildiraman. Rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, men oldi bilan bu san programmamizga kelgan aziz mehmon va shunaqla barliq korxonchilarni bir tanishtirib o'tgan bo'lsam. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, Urumchi shaharlik to'liq o'tir maktabining oliy darajali til adabiyot o'qituvchisi, Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha til adabiyot o'qitish mayiri Ali G'o'jaxon muallim. Qarshi olamiz. Xush keldingiz muallim. Korxonchilarimiz bo'lsa, Shinjang Sabiylar kasbiy taraqqiyot shirkatining bosh lideri Muhammadjon Abdukaram apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Abida Biofan texnika taraqqiyot shirkatining lider yordamchisi Ablat Yasin apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Ro'yab xalqaro suv chekish shirkatining bosh direktori Rizoidin Nizomiddin apandi. Qarshi olamiz. G'ulja Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish chekish shirkatining lideri Eminjon Mehmon apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Vapa xalqaro suv chekish shirkatining lideri Turdi Muhammad Nur Muhammad apandi. Qarshi olamiz. Shinjang To'yli xalqaro suv chekish shirkatining lideri Ubul Hasan Ubul Qosim apandi. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Atlan Ma'rif fan texnika chekish shirkatining muavin direktori Abduqodir Ro'z apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Samaviy yo'l xalqaro suv chekish shirkatining muavin direktori Hasanjon Yusuf apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Chindil xalqaro suv chekish shirkatining lideri Yasinjon Sulaymon apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Nafis To'r qurilish cheklik mas'uliyat shirkati Karvon To'rining lideri Lutfulla Azat apandi. Qarshi olamiz. Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot chekish shirkatining direktori Jurat To'xt apandi. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Alnuri yez egilik taraqqiyot chekish shirkatining lideri Adil Niyoz apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Mashrab elektr uskunalari chekish shirkatining direktori Abdusami Abdukim apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Mo'tvar xalqaro suv chekish shirkatining lideri Tosh Muhammad G'ani apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Luqman Hakim Biofan texnika chekish shirkatining lideri Turg'unjon Juma apandi. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Hammalarning izgit bilan bosgan qadamlaringizga marhaba, xush keldinglar. Navbatda Mehri Shirinch programmamizni rasmiy oldi boshlaymiz. Qiynudaqli sahnimizda Shamsiya Abaydulla. Şirin çüş, İgiz gükten uçkan kuş. Medet toptum süygüdüm, kel yanımga qaytıp çüş. Şirin çüş, İgiz gükten uçkan kuş.
Assalomu alaykum Nahmaydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli televizor ko'rgich do'stlar. Ko'ryapsizlar, Mehri Shirin Tush programmasi. Shamsiya Abaydulladan hammanglarga mehrlik salom. Shirin Tush programmasining 3-fasllik Mehri Shirin Tush qismidami sizlar uchun xizmat qilayotganligimdan to'liq xursandman. Hammanglarning hayotingizga go'zal orzu-armonlarning yor bo'lishiga tilakdoshman. Mehri Shirin Tush egisi saktimizga marhamat. Assalomu alaykum muhtaram Karxonchi apandilar. Shamsiya qizim. Men 90-nayiya Shoh o'rta maktab til adabiyot o'qituvchisi Tursun Anoyit bo'laman. Qarshalimiz. Rahmat. Muallimga beradigan eng chiroyli salomimizni beramiz. Salom muallim. Undaq bo'lsa, arzularni anglab baqaylimi? Men 1990-yildan boshlab 50-yildan burun ishlatgan, iste'moldan qolib qolgan, ya'ni iste'moldan qolgan turmush buyumlarini yig'ib saqlashga kirishgan. 2009-yili pensiyaga chiqqandan keyin oilda 150 kvadrat metr o'rinni raslab, tizib, ratlab jamiyatga iste'moldan qolgan turmush buyumlari ko'rgazmasi ochdim. Yılga kelganda Naylik hukumat, Partikom va Shoyazlik hukumatining madad berishi bilan 300 ming yuan mablag' solib bir poluklar muzeyi qurib chiqdim. Ya'ni Tursun Anoyit poluklar muzeyini. Oyyo. Rahmat. Inkasmi nayt yaxshi bo'lyapti. Mening orzuyim qisqasi. Her millet halkına muşu muzeyxonani berib, ko'rib kelishini umid qilib, muşu arzu bilan keldim. Oy, taklif qilib keldimi? Qo'shimcha shaharni otliq olgan bilan otliq so'rg'il bo'lmaydi degandek, muzeyxonni ish yurishtirgandan keyin yana nurg'un ziddiyatlar kelyapti. Shunga karxonchilarimizning mushahida maslahatini olib keldim. Maslahatini olib keldi. Bo'ladi. Unda biz karxonchi do'stlarni, Shirinchi programma guruhi xizmatchi xodimlarni va Nahmaydondagi tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlarning hammasini o'zlariniki shu muzeylarga taklif qilmoqchi, shundaqmi? Shundaq. Demak, men hozir qarab baqsam, sizningki yig'ib saqlashga nisbatan o'tdak ishtiyoqlari bor ekan, tog'a, shundaqmi? Shundaq. Qanday bo'lib mushu iste'moldan qolgan yoki tarixi uzun mushu buyumlarni yig'ib saqlash o'yga kelib qoldilar? Lenin tarixni unutish osiylikdan derak beradi degan bir ilmiy yakunni o'tirib qo'ygan. Xalqimiz ichidami ko'rgan kuningni unutma, shir-shurug'ini qunutma deydigan bir tamsil bor. Üçüncü birisi, men 1987-yildan 89-yilgacha Şinjan Pedagogik Universitetida o'qidim, til adabiyot kasbi bo'yicha. Bu jarayonda dunyo adabiyoti, Jungo adabiyoti, Uyg'ur adabiyotini o'rgandim. Faqat his qilganim bizning mushu tarixga ahamiyat bermaganligimizni iborat mushuni his qildim. Yana jumladan
nurgun buyumlarımız çetel muzikalarda saklanıvadıdı. Aynı vakitte biz kadirlemegen, bilmegen bunu. Bugün günde yine muşu turmuş buyumlarını biz yığıp saklamasak, yok oluş girdağ verip kaldı. Şuna ben bir semuş muzikanı kurulgandan keyin bunun ehmiyeti bugünkü yaş ösmürlerine vatanperverlik terbiyesi belgili buldu. Çünkü konu cemiyetlerin yeni cemiyetin seliştiriş arkalık bugünkü baktık durmuşunun kadri yetiş hakkında terbiye belgili buldu. İkinci birisi bunun keyin kelgüsü evlatlarga kıymetsiz bir manevi baylık bulup kalıdı bu. Şuna ben muşu maksatda fakatla muşu halkının akıl parasiti bulgan tarihta şu halkının ihtiyacını çıkıp gelgen hem şu devrinin ihtiyacını çıkan bu buyumlarını çokum yığıp saklap kadirlişimiz zörerke degen muşu birli maksatda hazırgız geldim. Undaq bo'lsa, aparan sizlarga jimo. Undaq bo'lsa bu buyumlarni sizlar o'zlari mushu buyumlarni izlab tepib yoki setib olib, o'zlarining chiqimlari bilan yig'ib saqlab kelayotamlar. Şundak, albatta cemiyet düşündü. Bu konu buyumlarını yığılış kelgende hazır birisi kıymeti bek eşip gitti. Şundak olsun ben 90. yıldan başlap birisi ayalım işsiz. Yağılgız maaş menekemde. Turmuşunu ticeş. Çünkü konularda baktının oğun kulu ticeş, sol kulu mihnet degen temsil var. Şuna ben ailede muşu bir prensipini asas kıldım. İkinci birisi atımızdan kalgan mirasını. Yig'ib saqlash ishlariga ishlatdilar. İşlettim. Hozir undaq bo'lsa, sizning muzeylarda xili ko'p buyumlar bor ekanda. Muzeyxanda hazır 37 tür bo'yicha 2000'dan artıq buyum var. Haqiqatan jiq ajr qiliblar jimo. Onun ustiga hozir davlatimizdami har qaysi millatlarningki o'zlarining moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dashga nisbatan kuchli darajada ahamiyat berilyotidi. Bizningki Uyg'ur xalqining 12 muqomi, masalan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining g'ayriy moddiy insoniyatning g'ayriy moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dash turiga kirgizildi. G'ayriy madaniyat meroslari qatoriga kirgizildi. Undan boshqa nurg'unlagan al ichidagi mayli moddiy madaniyat buyumlari bo'lsin yoki g'ayriy moddiy madaniyat meroslari bo'lsin, davlatimizningki kuchli darajada qo'g'dash va taraqqiy qildirish siyosatlariga erishib kelyotidi. Mushatdan elib aytgan vaqtdami, sizningki bu ishlari hammaylar qo'llashga tegishlik davlatimizmi qilayotgan mush ishlarga aktiv ovoz qo'shganlik deb qarasak bo'ldi. Taga sildan bak suyundim jimo. Endi sizlar buni davomli buyumlarni yig'ib saqlab ko'paytib oxirigacha shu muzeylarni ochmoqchi shundaqmi? Bu muzeyni ochgan 150 kvadrat metrlik joyini sizlar o'zlari uylaridan ajratganmi? Muzeyxona hozir sağam muzeyxonim 250 kvadrat metr. Oyu, burunqisi? Burunqisi 150 kvadrat metr. Sizlarning uylarimi? Özümnin uyu konu yeni uyu olup 1.600.000 pound artık orun var hem de. Hozir 250 kvadrat metr qilib yangidan salındı. Yangidan saldık. O mu o'zlarining uylari? Shundaq. Aş uyda balkim nurg'un kishilar so'rashi mumkin. 250 kvadrat metr uy degan noit rohat bir uy bo'ldi. Shundaqmi? Noit ekan. Ash uyda o'z rohatlanib o'tdas bo'lmasmi? Mushtog'imiz deb o'ylashimi mumkin. Ularga siz qanday javob berlar? Men hozir shu muzeyxona saqandan keyin uy qoroyimiz 10 metr kenglikda 250 metr uzunluqdagi yani bütün muzeyxonaga berib etdim. O'zim o'tirib atgan uyimning to'rt atrofidagi derizlam yetilib bo'ldi hozir. Yandan bir yalan ishib, etib kirib mengatyman. Bu yerda hukumat menga o'tgan yili asli men o'tiraq uyinga bir dum. Men muzeyxonaga bir dum amin uy qurilishi tasdiqlagan edi. Bir ig'izdanmi? Bir dungdan-da hamda. Yerli hukumatga iltimos qilib, men uyimni kelay o'zim mablag' salay. Bil bergan o ikki dung uyning materialini muzeyxonaga ishlatsam degandan keyin qo'shildi. Shuna qilib, ikki dungga ikki yurish uy bo'ladi. Ikki yurish uy bo'ldi. Shunda ikkisini birlashtiriblar. Birlashtiryapti. Demak, sizlarning kim shu yerlik partiya hukumat tarmoqlarimi, munosabatli tarmoqlarmi sizni qo'llab aytibdi-da? Shundaq. Naylik madaniyat idorasi bu shu buyumlardan bir 8 turni qo'g'dash turi kirgizdi.
Vilayet derecelik, nahi derecelik 8 tür. Vilayet derecelik 6 tür. Abdülüm rayın derecelik 2 türüne. Qoğdaş türü kirgizdi. Lekin bu yerdelik münasebetli orunlar kiyip tekşirip bunu türü kirgiziş nimesi toşmaydı ki. Dep mesela qoğdaş hakkı yürüdü iken de bununla. Şundaq buldu. Ondan başqa Abdullah rayonumuzun hər qaysı joylarında g'ayri-moddiy madaniyat miraslari, har xil g'ayri-moddiy madaniyat miraslarininki varislari bor. Abdullah rayon darajalik, mamlakat darajalik degan varislari borda. Ular davlatimizning nurg'un e'tibor siyosatlari bor, qo'llash siyosatlari bor. Sizninkimi boya deb o'tgan qo'g'dash doirasi kirgizildi deganmi, balkim shu shundaq moddiy buyumlar hisobidagi qo'g'dash doirasiga kirgan bo'lishi Shundaq. Biroq uni ham talabda, masalan, tugmanni yurishtirib uni chiqargan bo'lishing kerak. Bugungi jamiyat uchun xizmat qildirayotgan bo'lishing kerak. Masalan, machiqi, yog' chiqarish zavodini Jugazda qo'yamiz. Buni shundaq paxta ayirish zavodini shundaq, raxt o'qishini shundaq yurishtirib, jamiyatga hozirgi jamiyatning taraqqiyotiga moslashtirgan bo'lsa, ondan buni qo'g'dash turi kirgizimiz deydi. Biroq men uni qilib ketamadim-da hozir. Balla qo'llamdi. Qo'llaydi. Shu balam asli shu o'qituvchi ham buni qiymatini shu tushunadi. Mayli nada bo'lishidan qat'iy nazar, sizning ishlarini qo'llaydigan ham varis bo'lishni xohlaydigan farzandlar bor ekan, shundaqmi? Undan boshqa ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlarmi, va naq maydondagi tomoshabin do'stlar, korxonchilarmi sizdan intayin ta'sirlandi, sizni qo'llaydiganligini alqishlar orqali bildirdi deb o'ylayman. Bo'ldi-da, sizning she'rin tushlari korxonchilarni tomoshabin do'stlarni, ekran oldidagi texmi ko'p televizor ko'ruvchi do'stlarni o'zlarining shu muzeyga taklif qilishgan. Endi sizlar shu muzeylarga qancha jiq odam kelsa, qancha ko'p odam iste'moldan qolgan mushu buyumlarimizni ko'rsa, bilsa, shuncha xush bo'lgandek turlar shundan. Mening shirin kirishimdagi maqsadim mushu. Qancha odam ko'p ko'rsa, mening ordig'im to'lagan badalimdan rozi ketdim. Qaysi vaqtda bo'lsa ko'ngil bo'lamdi? Shundaq. Men bu vaqt izohat berib qo'yay. Mushu 1-ayning 7-kuni bir echilish marosimini qildim. Viloyat hukumatdan chiqib tashviqot etdi. Shu yerda men bugundan boshlab bu muzeyxonni haqsiz yechib etdim. Haqsiz degan. Haqsiz yechib etdim. Lekin shanba kuni 2 kun. Agar sirtdan kelib qolsa yoki maktab o'quvchilar bo'lsa, buni qanday 24 soatning qanday vaqtida bo'lsa, uyning ichi biz. Ishni texnik kirib ko'rsin. Texnik kirib ko'z bo'laverdi. Nimda yaxshi. Bo'ldi. Unda bo'lsa, bizningki aziz mehmonlarimiz va korxonchilarimizning sizninki muzeylarga boradigan, bormaydiganliklari to'g'risidagi postingizni bir anglab baqandik. Bo'ldi. Assalomu alaykum, Tursun Inoyat muallim. Assalomu alaykum. Arzu 3 turlik bo'ladi. Ya'ni xususiy arzu, biror topning manfaati uchun qilingan arzu, insoniyatning arzusi deb shunda 3 turlik bo'ldi bu arzu degan narsa. Endi bir insonning buyukligi u o'zining xususiy arzusidan olqib biror topning, biror rayondagi insonlarning manfaati uchun qilingan arzu ekanligida ko'rildi. Sizning bu madaniyat muzeyi yoki madaniyat maktabi shaklidagi mahil jabduqlarni tizish oldidagi tirishchanligingiz ikkinchi turlik, ya'ni o'zingizning xususiy manfaatingizdan olqigan bir xil milliy to'pning manfaati uchun qilingan yoki biror xalqning manfaati uchun qilingan bir buyuk bir orzu hisoblanadi. U asta-asta yillarning o'tishi bilan butkul insoniyat tabanasiga aylanib ketadi. Bundan shodlandik, faxrlandik. Folklor muzeyida saqlanayotgan bu narsalarning hammasi amaliyotda bir xalqning ruhi, xarakteri, ishlab chiqarish odati va tarixining namoyandasi hisoblanadi. Shunday bo'lgan ekan, bu bir xil yeziqqa ilinmagan, yeziqsiz holatdagi go'zal bir tarix hisoblanadi. Bu ish shu nuqtadan qaraganda nihoyat ahamiyatli bir hisoblanadi. Endi mening sizdan bir so'raydigan nuqtam, nima desangiz, shu folklor muzeyida hamda shu nurg'un jabduqlar bor, u 37 turlik 2000 dan ortiq buyum dedingiz. Bularning tushuntirilishi, o'rinlashtirilishi va muzey oldiga keltirib, ekskursiyachilarning bir xil zo'qlanishiga qulaylik holat keltirilganmi yoki u xil holat kelgusida qilinmoqchimi? Men bu echilish marosimidan burun bu shunday buyumlarning hammasini joy-joyiga tizib, jamoat ko'rgidagi holatga keltirib bo'lgan. Ammo buni ilmiy tekshirib etib ba'zi buyumlarni nechlik tarixiy ega ekanligini buni qilib ketamadim. İkinci birisi her bir buyumga onun tarihi, işletken işletiş rolü ve sanat buyumlarının işletiş prensipleri
Buni yezib, yeni qo'yib qo'yish 3 xil tilda, inglizcha, xanzurcha, uyg'ur tilida yezib qo'yib qo'ymoqchi. Buni cho'qim qilma, qilmasam bo'lmaydi. Bu holatda nəhayət yaxşı bir üsüş halıtıda, tərəqqiyat halıtıda turubdu. Sizin ruhingiz, milletimizin medeniyet tizminlerini nəhayət çıraylı ravişdə o'ttirg'a chiqarishga urinishlarınız, ma'qul ruhingiz odamni ta'sirlantirdi. Buni davomlashtirib, shu xil holat keltira olsak, hatto bu ishimiz bir xil iqtisodiy qimmat yarata oladigan bir xil holatga surilalishi mumkin. Men shuni tilaklayman. Rahmat. Nayt hoş olduk. Hemmimiz deyimiz ana medeniyet bizning yıldızımız hep nayt doğru iş bu. En avval bayamqı təkliflik binaen bizning şirketning Abayda şirketinin yılda 6 qatımlıq faaliyet var. Ben bir qatımlıq faaliyetini məşə silninki bizning bütün iş xizmətçini başlap berib avval 90'daki bir muzeyin ekskursiya qilib silni bir yani bir avat qılaylı. İkinciden birisi bayamerlik buyumның düşendirişinde emas. Bizning Abayda şirketinin Xotan'da bir Xotan zavodtaki bir küçük muzeyi var. Biz kurup bakan asames çıkış kitidi. Ançımız tecrübemiz var. Şuna ben aval bizning şirketin maqsad adam ulaştırıp aşı sonunki muzeyxandaki buyumlarınki bir retlepçe düşendirişini. Mesela yağınçaq degen bolsa qanday narsa nim chiqidi degandek antepinga vaqtini qilib aval Uyg'urcha material tayyorlayli. Andan keyin mayada bizning atlan şirketi var. Oldaqçan İngiliz qo'shim bor. Ana inglizcasini qilmas, xanzurchisini aşı nayning o'zim qikakil bo'ldi. Ham aniqlaydigan odamlar bor. İşte qilib, hamda chunki muzey bo'lar uchun aşı bir narsa tushundirish bek muhimchi nazariyaviy jihatdan. Chunki biz bilgan bilan nurg'adan bilmaydi emasmi? Jihatdan biz Abida shirkati o'rtaq hamkorlash bir ish qilaylik. Rahmat. Başqalar üçün ən köp mülazimət qilgan adam ən boy adamçu. Dəslində siz bu mülazimetni haqsız başlagan bolsanız, şu haqsız mülazimetingiz kelgusida sizni zo'r iqtisodga ega qiladi. Ustozimiz ekansiz, şunu bilimni kuchga aylantiribsiz. Bizning shirkat Sanji zavodimizda 200 dan ko'proq bizning Uyg'ur yigit qizlarimiz ishlayotidi. Shularni menmi Abida shirkati bilan birlikda bizmi yozda, har yozda Janubiy tog' Boğdu Kölü degandek yerlarga sayohatga chiqib o'yintib keldigan. Shuningdan bir turni sizning shu ko'rgazmaga atayli, shularni olib borib, shu yerni bizim bir avat qildi. Rahmat. Hem sizler nurg'unimizning arzusini amalga oshirishga tirishiblar. Bizningki mushu ne'mat ichimlik shirkati birinchidan mushu boshqa shirkatga o'xshash bizmi bolalarni sizning shu sayohat o'rniga olib borib ziyorat qilib akildi. Ikkinchidan mumkin bo'lsa sizlar shardan urinchi qasli biz Aysilninki yağ ishlab chiqarilgan juvaz, an'anaviy juvaz, naq maydonni yasishib berishga billar hamkorlashishlar. Rahmat. Amaliy qilib shu kala qutilgan holatda ishlab chiqarishga texnika yoki boshqa jihatdan biz yordam qildik. Rahmat. Ma gap chiqib qoldi. Buningga rahmat. Men muzeyxonni dastlabki planlagan vaqtda kichik planlab qo'yibdim. Balki maqsadning sababi bo'lsa kerak. Hozir shu Jugaza, Yig'acharava, Churuq, paxchiqirish asbobda, vaqt o'qishtukini, palas o'qishtukini bu asboblarning hammasini shu akirsam, birisi bularni faoliyat qilib ko'rgizish imkoni bo'lmay qoldi. Buni hamda mushu buyumlarning hammasini bo'lmay qoldi. Ikkinchi birisi hozir 130% buyum sirtqa qolib qoldi. Sig'may qoldi buningga. Mallarning hammasini sirtqa chiqib, har birisiga birdan xona qilib, mana shu kesakda kimiroy qilib. Maşındaq ayırım yürüyüşleştirip kelgan adamlarni masalan juvozga otni qo'shib sizligandakcha hamda. Bu sizning keyingi planlari shundaqmi? Davomli kengaytish planlari shundaqmi? O'qituvchilik haqiqatan bir ulug' kasb. Siz bilan biz kasb tashkilimiz, garchi men kichik bo'lsam-mu. O'zingizning bir umrni o'qituvchilik atab keldingiz. Shundaqla o'ttir yoshdan olqiganda ham xalqimizniki ma'naviy boylik uchun nurg'ulg'a ishlarni qilibsiz. Bundan hammamiz ta'sirlandik. Abida shirkati degandek, siz o'lchamlashgan Uyg'urcha tushundirish ham naslini ta'minlab bersangiz, inglizchaga o'lchamlik sistemli holatda tarjima qilishga biz Atlan shirkati mas'ul bo'lamiz. Atlanninki xanzu til tarbiyalashmi bormi? Bor. Xanzuchini sizlar qaytamsizlar ya? Bo'ldi, chataq yo'q. Xanzucha, inglizcha ikki tildan biz o'lchamlik holatda tarjima qilib sizga ta'minlab beramiz. Rahmat. Lekin oldingi sharti Uyg'urcha o'lchamlik bo'lishi kerak. To'g'ri.
Men endi shu Uyg'ur tibbiyotga oid endi qadimiy kitoblar bor. Uyg'ur tibbiyot qomusi degan 6 jild. Shu kitobni men sizga yaxshi sovg'a qilay. Andiki Uyg'ur tibbiyot ishlatadigan bizning ota-bobolarimiz ishlatgan, qadimgi hekimlar ishlatgan bir qadimiy shu doğru so'qadigan har xil asablar bor, shuni men sovg'a qilay. Andiki bizning bir Şinjanning ham yerda 285 yerda hamkorlashimiz maqsad Luqma Hakim markazidagi hamkorlashgan bir 400 ga yaqin xodimlarimiz bor. Biz har yili yozda qishda faoliyat o'tkazamiz. Shu chog'da biz endi shu yerga sizni opirib, sizning bir mushni xalqdan xalqqa ig'izdan ig'iz ko'chib, mushni bir taraq qilib, bir xalqning haqiqiy bir mavzuga, yaxshi ko'rgan mavzuga aylanishingizga men o'zim bir kuchlik his qo'shaman. Rahmat. Endi biz bir 20 dek karxanchi Yevropaga chiqib sayohat qildik. Biz Fransiya Parijdagi Louis 16-niki ordusiga kirsak, asosliqi butun dunyodagi har qaysi millatlarningki ashunda madaniyat meroslarini saqlaydigan ekan. Bu bekorlik emas ekan, lekin bir patman pul bilan kirib ko'rib chiqadi ekanmiz. Shuning ichida biz Uyg'urlarga munosabatlik madaniyat meroslarimiz bor ekan. Demakchi, bu narsa endi biz bir millatningki keyin avlodlarga bir mushu sanoat jihatdan bo'lsin yoki bo'lmasa shuningmi o'z vaqtida qo'llanur va jihat har qaysi jihatlarda tirishib bir narsani qoldirib ketganligiga bir isbot bo'lgan narsa ekan-ku. Shuningcha bu jihatda qilgan ajringiz nihoyatda cho'nkan. Shunga biz mush jihatdan sizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Uning bilan birga bizningki Mo'tvar xalqaro suvot cheklash shirkatimiz siz uchun va sizga o'xshash mushundaq xalqimizningki g'amini o'zining g'ami deb tirishadigan tirishchan odamlarimiz uchun har qatlam to'n kaydiryapmiz. Sizga bizningki Mo'tvar to'nidan bir yurish sovg'a qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Endi biz karxandagi shirkatdagilarimiz karvon turnamdan berib, shu yana ekskursiya qilgash muzeyxonamizning bir yaxshi bir tashviqot filmini ishlab beraylik. Hamda uning keyindan yana bo'lsa, shu yerga bir cho'ng 50 so'm bir televizordan birini qo'yib, 50 diyomlik buni mashrab shirkatidan elib, uning keyindan shu ishlagan filmlarni har xil narsalarni shu yerda davomli kirganlarga ko'rinib turadigan, hamda uning ichiga kirishga imkoniyat bo'lmagan narsalar shu yerda davomli ko'rilib tursin. Biz shuni qilib beraylik. Rahmat. Bizim Ürümçi Qutlar Pentlik şirketden ve zavodiki işçilerden apırıp bizimki görüş arzuyumuz var. Bizim bu işini 7. ay 8. ayda şu yazılık sayat vaxtlar teşkil apırımız. Hem sizge şu Qutlar şirketinden bir lavha taqdim qilamiz. Rahmat. Rahmat. Biz şirketdeki barlıq xodimlar sizning muzeyingizda bir ekskursiya qilaylik. Bizning faoliyatimiz bor. Uningdan keyin sizga mushu muzeyni taraqqiy qildirish uchun, teningizning salomat, sog'lom turishingiz uchun o'zingizga mos kelgidek mahsulotdan bizning Şinjan Chinli xalqaro suvot chekish shirkatimiz Çindil markasındaki sağlamlık mahsulotlardan teningizning salomatligi uchun 2000 yuanlik sizga sovg'at qilay. Rahmat. Men buni aytib qanday yag'vasam, shunda asoratdagi binosi yig'ib ekilman hamda. Men O'zbekistondan bir ton akagan 2 dona. Men sizga shuning 1 ni sovg'a qilay. Siz shu asoratdagi saringizni saqlang. Rahmat. Olcu Pakdil Musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish cheklash shirkati nomidan yana bu siz yaxshiman to'liq ep bo'lmadingiz. Sizga 5000 yuan naqd pul ko'ngil so'rgan bo'lgan shunda asoratliklarni yig'diganga. Uyingizda ekan sizningki muzeyingiz. Shuningga uy kelgan mehmonni qurib bo'lsanmaslik uchun şirketimiz ishlab chiqargan Sabdava sel suydan aşağı ko'gin kelganlarga haqsiz taqdim berishingiz uchun 100 yeshak 1500 botulka 7500 yuan qimmatidagi sel suyni yetkazib beray. Aşağı bizning Turpandagi vakolatchi bolalar berib bersin. Ashni kelgan mehmonlarga qurib bo'lsanmay haqsiz ta'minlab berishingizni umid qilaman. Rahmat. Hozir Sabdava ishimligini qilgan karxonchimiz ishimlikning gapini qildi, to'qsinni aytib, issiq, isib qolgan suvni ichkini bo'lmaydi ashyan. To'nglat qilma. Shunga bir to'ngiltish sandig'idan birni ashaga biz bir sovuq qilsak, shu Mashrab markasiga to'ngiltish sandig'ini. Uningdan bilak sizning ayolingizmi siz uchun japa chekibdi. Sizning xizmatingiz yaxshi qo'llab o'tibdi. Shunga bizning Mashrab shirkatiningki bir kir alg'usidan birni yana shu ayolingizga sovg'atimiz bor. Rahmat. Siz shu el-vatan uchun intayin kerakli akimiz ekansiz. Uzun ömür ko'rishingiz uchun
5'ten xali sap tabiiy ullarimizni biz 2 yilgacha oilangizni 2 yilgacha ta'minlaymiz. 90'dagi bizning baş taqtish o'rni sizga teklif berdi. Her ayda bir. Rahmat. Bizning Şinjan Ro'yib xalqaro so'chaklik shirkatimi shirkatning barliq xodimlarni boshlab sizning shu qimmatli yig'ib saqlagan Uyg'ur millatimizning madaniy meros buyumlarini biz bir ziyorat qilish uchun boraylik. Shuning bilan hamda birga sizning teningizning texnik salomat, oilangizning barakatli bo'lishi uchun ayolingiz va o'zingizga bizning Kanadadan kirgizayotgan Kanada jami son mahsulotlardan ikkinlarga bir yurishdan sovg'a qildi. Rahmat. Tursun Anayit tağımız bugün ehmiyetlik arzu bilen şehrin çüz sahnesiga yetip geldi. Karxanchilarimizmi yaxshi gap so'zlar bilan, yaxshi tilaklar bilan tağımızga ilhom medet berdi. Undaqda tağımızın şehrin çüşü reallik aylandi. Shundaqmi? Aylanish oldida turyapti. Ko'pchilik hammaydan vaqt chiqarib, sizning arzularingizni reallikka aylantirish uchun sizning yurtlarga, sizning shu muzeylarga berishga va'da berdi. Shuning uchun sherinishlarning tezroq reallikka aylanishini umid qilish bilan bir vaqtda tanlarning salomat bo'lishini umid qilamiz. Chush markaziga marhamat. Bilet tashlash boshlandi. 3, 2, 1. Karxanchilarimiz to'liq numur shundaq bo'lganda tag'a sizning eng oxirida erishgan bilet sonlari 270 muborak bo'lsin. Ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkiliga qadam qo'ygan bo'ldilar. Muborak bo'lsin. Sizning muzeylarga mana cho'qim borma. Unda salomat bo'lsinlar, rahmat sizlarga. Yilla rəhimsizlik bilan hayotning xotimasiga oldirsa, inson samarlik hayoti bilan uningga qarab kulishga qodir. Mushu nuqtadan o'zining qiron damlarini dars munbiriga ma'rifga atgan Tursun muallimga qoyil bo'lmay turmaymiz. Uning hayotini ma'nilik, shundaqla samarlik hayot deyishga haqlimiz. Uning dars munbiridan halqib madaniyat buyumlariga atayotgan muhabbati sherin tushlarning go'zalligini chin ma'nosi bilan isbotlab turibdi. Ajr mehnatga obida bo'lgan yalqin tag'dak harorati bilan har millat ommasini o'ziga tortayotgan muzeyning yot fursatda sonsiz qadamlar bilan ovatlashidiganligiga ishonamiz. Mehri Sherin Chush egisi sahnimizga marhamat. Assalomu alaykum muhtaram karxanchi ustozlar, tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rurman do'stlar. Aqtu noyisidan kelgan Abdumalik Musadin har qaysingizlarga o'tliq salom. Assalomu alaykum Shamsiya. Va alaykum assalom, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Bo'ldi, unda o'zi arzuyingizni anglaylik. Men 2004-yili sirtqi havo rayining o'zgarishiga asosan avtomatik ishlab yapilgan avtomatik deriz kontrolini yasab patent guvohnomasi olgan. Mening arzuyim oliy maktab imtihonidan o'tgan ammo iqtisod sababli o'qishga borolmagan o'quvchilarga yordam qilish. Shu yordamni qila oladigan karxanchi ustozlar bo'lsa, ishlab chiqaruvchilar bo'lsa, shu patentimning ishlab chiqarilish huquqini haqsiz o'tib berish. Hozirgi bir ziddiyatlik masala, siz hozir ishlab chiqarish huquqini haqsiz o'tib bermoqchi. Unda bo'lgan vaqtda buningdan sizga kiramdi? Yo'q, kirimizm bo'ldi. Uningdan unda qaysi kirim orqali o'quvchilar yordam? Masalan, shu karxanchilar ishlab chiqarsa, shu karxanchilar ishlab chiqargan mahsulotning foydasini ko'ra olsa, ko'rgandan keyin shu foydasini belgilab chiqarib. Endi tushunishga bo'ldi. Sizning demoqchi bo'lganingiz, siz patentingizni, mush kashfiyotingizning ishlatish huquqini, ishlab chiqarish va setish huquqini, shunaqmi? Ishlab chiqarish va setish huquqini karxanchilardan qaysi biriga bo'lsa, haqsiz o'tib bermoqchi. Ham karxanchilarning bu mahsulotni ishlab chiqarib manfaatlangandan keyin shu foydasining bir qismini qiyinchilikdagi bolalarga
yordam qilishni umid qilish shundaqmi? Endi tushunishlik bo'ldi. Yana bir gapingizga tushuncha berib qo'yishga to'g'ri keladi. Hozir davlatimizningki ma'rif siyosatlari nihoyatda afzal. Bizningki yezi qishloqlardagi dehqon chorvachilarning farzandlarimi oliy maktabgacha o'qish sharoitiga ega bo'lyotidi. Uningdan boshqa oliy maktablarda o'qish yordam puli bor, o'qish mukofot puli bor. Uningdan boshqa yana har qaysi yez qishloqlardagi o'quvchilarga nisbatan yana ayrim e'tibor siyosatlari bor. Endi oliy maktabda o'qiyamayotgan, har xil sabablardan o'qiyamayotgan bizning yez qishloqlardagi o'quvchilarning soni biz muqarrar o'qiyamayotdi emas, az bir qism o'quvchilar har xil qiyinchiliklar sababidan o'qiyamayotdi. Sizning yordamchi qilmoqchi bo'lganingiz dal shu az bir qism iqtisodiy qiyinchilik sababidan o'qiyamayotgan bolalar shunaqmi? To'g'ri. Bo'ladi. Undaqda arzuyingiz nayt yaxshiga bizning aziz mehmonlarimizga korxonachilarimiz nima deydigan anglab boqamiz. Assalomu alaykum Abdumalik muallim. Va alaykum assalom. Har qanday bir buyuk bir plan, odatdagi kichik bir orzu orqali amalga oshadi. Ekranda ko'rib turibdimiz. Yağmur yağsa, shamol chiqsa, havo rayining o'zgarishiga ergishib, deraza ichilib, yipilyotidi. Haqiqatan aytdi. Temperatura tuvanlisimi? Shundoq. Chunki nurg'a odamlar aytganda uydan chiqib ketadi, kechgacha havoning nima bo'lishini bilmay qoladi. Tushda uyga qanday yoki kechda uyga qaytganda uyning shu to'pi to'zang yoki yo'l bo'lib ketgan holatni ko'rib, nayt beram bo'ladi-da. Bu nuqtadan qaraganda ma'vu patentning hamda bir xil ishlatish qimmati bir qadar yuqori, kengaytish ehtimolligi bor. Shundaq bir yaxshi bir ijodiyat ekan. Bizning hamda shu korxonachi birodarlar bu vaqtda qandaq yaxshi bir ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Chunki bular amaliy, konkret dunyoni hissiyat ko'zi bilan emas, aql ko'zi bilan qaraydi. Biz ularning aql ko'zi bilan qandaq bir baholarni berdiganligiga qarab baqsaq. Bo'ldi. Yana azroq tushuncha berishimizga to'g'ri keladi ekan. Hozir men ko'rsam zaharli gazlarni sezish iqtidori, masalan siz sinov qildingiz, zaharli gazlarni sezgan vaqtda bu uyning ichidan sezgan vaqtda deraza ichilib ketamdi yoki teshidan sezganda deraza yopilib qolamdi. Gaz sezgich senzor bu statning old tarafga, o'choqning ustiga o'rnashtirildi. Uy ichiga gaz chiqib ketsa, deraza avtomatik ishilib ketadi. Ichiladi. Demak bu deraza yopilish emas, uyda ahvol yuz bersa, ichilishni xususiyati bor degan gap. Undan keyin sirtda temperatura tuvanlagan bo'lsa, yoki yepilib ketadi. Yağmur yağsa, bo'ron chiqsa, yepilib ichi qolib qolgan bo'lsa. Eng muhimi zararli gazni bayqagan vaqtda ijtimoiy derazaning ichilib ketishi bu bek yaxshi ekan-jumi. Men endi bu kashfiyotimningki eng muhim nuqtasini oilaga zaharli gaz chiqib ketsa, derazaning avtomatik ishib ketishi bilan gaz turbasining avtomatik itilib ketishi deb qaradim endi. Bu orqali zaharli gazlarningki kishilarni zaxmlantirishi, o't ofatni paydo qilishining unlik oldini olib bo'ldi. Bo'libmi uyda, masalan uyda odam bor uxlab qolgan vaqtlarda, sezmay qolgan vaqtda deraza ichilib azroq o'sma havo almashtirildi. Undan boshqa odam yo'q ahvol ostidami gaz odam kirgandan keyin ba'zi xatarlarning bo'lishining oldini olib bo'ldi-da. Bu masalani bek yaxshi o'ylashibsiz. Demak, derazani ichish, yepish orqali saqlanqili bo'ladigan masalalar asosan o'ylashilibdi, shundaqmi? Ko'rib turibdik, nihoyatda ko'p qirliq, ko'p iqtidorli bir kashfiyotni qilibsiz. Uydan is chiqqanda isnimi sizimchanligigimi yo'qmi? Men sinagan chog'da sarangininki tutunni chiqarib sinagandim. Tutun, ko'mir gazi, tabiiy gaz, qatorliq turli zaharli gazlarni sizaraydi. Hozir shu bizning diyorimizning qurilishining ko'p selinishi, yaqin qo'shni davlatlardan shunday bo'lish sababli Tunxi deymiz bir necha ayda deraza yasaydigan shirkatlar bor. Ularning setilishi o'chirat ekan-ku bu deraza zavodining. Shunga bizning Qashqarda bir qarindishimizmi shu deraza zavodini saldigan planlarni tuzib, ish boshlagandan gapini qilib bir dasturxonda o'ltirgan to'q. Bo'lsa shularga bir tunishtirib qo'yay. Tunishtirgandan keyin endi sizning balkim shu hamkorligingiz va yoki patentingizni o'tinib berish ishlaringiz ro'yobga chiqib qolishi mumkin. Endi hozir sizningki bu kashfiyotingiz bütün deriz bilan bırakmagamdı yoki ba deriziga o'rnatadigan bu deriz bu kontrollig'ishni burun o'rnatilib bo'lgan derizlar, masalan, sliyo deriza, yog'och deriza, to'mi deriza va buningdan keyingi o'rnatilgan derizlarga o'rnatilib bo'ldi. Demak, sig'imi ancha cho'ng emas ekanda. Yasagan kontrollig'ishningki cho'ng kishiligi ikki qop tamakin juplagan chog'da shuncha cho'nglik keladi.
Ha, unda bo'lsa ham qulaylikka demak. Kichik. Bo'ldi. Tushunishlik bo'ldi. Bu ilqi oiladilqi hozir ma gazni ko'nib qilgan bir knopka emas, shuning birisi bor mening bilishimcha. Ma bizningki Xotanda maxsus shu plastik materiallar shirkatini qilgan bir shirkat va bu bizning zavodning qurilishini qilgan. Men ashuni sizdan bir ishkilni uchrashtirib qo'ysam, hamda avvalning amaliy kuchi, iqtisoddan keyin bozor ahvoli degandek cheldi avval bir afzallikka. Ham bizim ya o'rtaqal hammamiz masahada bo'lmagandan keyin bu kasb baqlashga toza qulaysizcha. Ashildan bir hamkorlashib baqsangiz, endi ya patentni setib beradigan qilamsizlar ya satgan paydining keyin ma'lum prosentini bayamsiz degandek o'quvchilarga yordam qilgan shaklda qilishamsizlar. Konkretni o'zingizlar deyishib olsanglar, men ishkilni bir uchrashtirib qo'y. Xotandagi xeli cho'ng bir zavod musada amaliy kuch bor. Ma'qul. Rahmat. Endi ba'zi naq maydonda o'tirgan korxonchilarimizning masaha bilan bevosita chetishga bo'lmasligi mumkin. Shunlashqa naq maydonda siz bilan hamkorlashgan korxonaning chiqish ehtimolligi qanday bo'ldi buning bir nima degil olmaydi. Biroq ekranda ko'rgandan keyin mushu sohada tajribasi bor yoki hamkorlashni xohlaydigan korxonchilar siz bilan aloqa qilishi mumkin. Texmi ko'p ko'rmanlar ko'rdi emasmi? Shunday bo'lgan ularni qanday izlab topsa bo'ladi? Meningki xizmat o'rnim Aqtu nahiyalik 1-o'rta maktab. Aqtu nahiyalik 1-o'rta maktab. 1-o'rta maktab. Aqtu nahiylik 1-o'rta maktab Abdumalik Musa apandim. Abdumalik muallim. Naqmi? Bo'ladi. Bu yerdan cho'ng ekranda ko'rgan chaqda mayliqi chach quritquchi bilan qizitibmi yo so'yitibmi ashuni harakatlantiryapsiz. Ashuning gradusini tanishini bo'lamdi yo shu manch gradus chiqqan chaqda o'zi echilib yapiladigan apparat shamol chiqqan chaqda, masalan, bo'ron chiqqan chaqda ele deriz avtomatik yepilib ketadi. Meningki yantu qilib qilganim shamol chiqarganim. Endi yamg'ir yig'ib bo'lib to'xtatgandan keyin avtomatik ishilib ketadi. Endi yana birisi buni siz sınaq qilib rasmiy sınaqda o'tkazyapsiz emasmi? Ashuning tandarqi iste'molchilar qabul qila olgandek tandarq bilan bitamdi yo uni yomon qimmat bo'lib qolib. Endi uningda asos jihatdan odatdagi senzorlar ishlatilgan. Ba'zilarini o'zim yasab chiqdim. Asos apparatga 150 ga atrofida. Senzorlarga bir 50 ga atrofida. Ondan mau gaz yo'lini itadigan qurilmaga 50 ga atrofida chiqib ketadi. Shunda o'ganda 250 yuanga bitib qoladi. Buningda ham iste'molchi qabul qila oladigan shulab qolsa bir yangi tur qilib bozor solsak bo'ladi buni. Ani masalan o'zingiz ham ishladingizmi yo boshqalarga havola qilib meni menda qilib, yana unda qilib deb? Men Şinjan Pedagogik Universitetining fizik kasb o'qigan. Ba'zi bilmagan yerlarimni kitob ko'rish orqali asosan o'zim ishlab chiqardim. Biz shu patiqanda Qashqar shahriga Aydurumga yaqin bir joyga 15 million mablag' sarflab o'sha yemak-ichmak zavodini birini qurmoqchi. Shu zavodga shu sizningki biz sizlar deyishib, shu zavod o'rnashtirsak bo'ldi. Ma'qul, rahmat. Bizning shirkatning ko'nglidan sizning sog'lomligingiz uchun, o'zingizni bir asrash uchun biz shu Kanadaning jami son maslahatlaridan sizga bir ko'nglimizni yetkazib olaylik. Rahmat. Men Mashrab elektr uskunalar cheklanish shirkatidan gaz o'choqdan masalan gaz chiqib ketib qolgan vaqtda bu statqa tabiiy holda o'zi qo'zg'alib busini chiqaradigan mana bir texnikangiz bo'lgan bo'lsa, bu jihatda bizga oid bak yoqadi bu kashfiyotchi, bu iqtidor. Bu jihat siz bilan bizning Mashrab elektr uskunalar shirkatimizniki bu statqalarni shu xil iqtidorda bozorga sola olsak bu bak yaxshi. Hozir biz bu statqalarimiz, har xil bu statqalarimiz bor emasmi? Buningda biz hamkorlashib qola oladiganmiz. Undaqda hammadan qiziqdi. Menimcha ekranda ko'rsatilgandan keyin bu masalaga qiziqadigan sizlar hamkorlashishni xohlaydigan texmi ko'p kishilar sizni izlashi mumkin. Sherin ishlaringizning reallik aylanishiga tilakdoshimiz Tush markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3 2 1
Karxanchilar hammasi qo'llaydiganligini bildirdi-jimu. Eng oxirida erishgan bilet soningiz 278 muborak bo'lsin. Ahamiyatli arzuyingizni tanlash erkinligiga qadam qo'ygan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Mayli natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sizning o'z emgakingiz, tirishchanligingiz badiliga kelgan emgak mevingizni o'quvchilaringiz bilan birlikda bahramlashishni xohlaganligingizdan hammamiz intayin so'yindik. Barliq ustozlarga yana bir qitim oliy ehtirom bildiramiz. Rahmat sizga. ijodkor o'z ijodiyatlari bilan qimmatini yoritadi. Kashfiyot turmushga yaqin bo'lganda, murakkab ishni oddiylashtirganda ahamiyatini topadi. Abdumalik apandining kashfiyoti mana mushkil ortiqchiliklar bilan uni ijodkor degan nomga muyassar qildi. O'z kashfiyotlari bilan she'rin tushlariga texmi yaqinlashayotgan, she'rin tushlari reallikning bag'rida yotgan bu ijodkorga samimiy salom yo'llaymiz. Uning buningdan keyingi hayotiga texmi zo'r utuq va ijodlarning yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Mehri Shirin Chush igisi sahnimizga marhamat. Assalomu alaykum karxanchi ustozlar. Shundaqla naq maydondagi va ekran oldi ko'rinman do'stlar. Qag'iliqdan kelgan turib to'xtini yozdim. Samimiy salom. Men oldi bilan kang xalq nomidan mushu Shirin Chush programmasini vujudga keltirib bergan. Mushundaq yaxshi bir sharoitni yaratib bergan partiya, hukumatga, karxanachi ustozlarimizga chin qalbimdan salom yo'llayman. O'zim o'qituvchi, kasbim o'qituvchi. 2011-yili rahat kesili, mushu yurakning qon tomir to'sish kesili bilan Keramboq doktorxonasiga yetib, saylantirib, tekshirib, menga tajsimon yurak kesili, arteriyaning bo'tiqsimon ketishi, yurak sanjiqi yuqori qon besimi deb diagnoz qo'ygan. Mushu diagnoz qo'yilgandan keyin men ham kasallik sababini pensiyaga chiqdim. Shuningdan keyin men to'xtamay tibbiy ilmlarni, kitoblarni, ko'p kitoblarni o'qish jarayonida o'zimni ilmiy usulda oilada ozuqliq modda, yemak-ichmak orqali ilmiy davolab 2014-yilga kelgan vaqtida Yishvanda yana bir qitim saylantirib tekshirdim. Tibbiy universitet qabulga Tibbiy universitetda saylantirib tekshirish jarayonida saqgan, o'zini kontrol qilishi 100% bo'pti. Kesel yo'qkan deb menga bunda diagnoz qo'ydi. O'zingizni saqaytdingizda? O'zim davoldim. Mushu unumlik natijamni nurg'un necha ming yillik tibobat to'g'risida kitoblarni ilib, uyamda bir qiroatxona hosil qilib, mushuni o'qish, tadqiq qilish jarayonida men mush rahat kesildan jiroq turing nomli kitobni yozib 6-oyning birida nashrdan chiqdi. Endi bu kitob nashrdan chiqqandan keyin men o'zimni bir qancha yil burun do'stlarim menga mushunda ogohlantirish bergan bo'lsa, mushu kasalga giribdor bo'lmaskanman deb, endi uyquni jiq uxlab, go'sht kaboblarni jiq yeb, restorandan chiqmay yurgan mushu do'stlarimizga ogohlantirish maqsadida kasaldan jiroq turinglar, uruqlanglar degan bir signalni, ogohlantirish signalini chilish maqsadida so'ringa chiqdim. Meniki orzuyim mushu. Yana bir orzuyim. Men maktabni ro'yatga chiqargandan keyin yana Janubiy va Sharqiy Jungo sayohati nomli bir kitobni yozib hozir bittirdim. Yana bir qancha kitoblarni yozish uchun material to'plab o'taman. Mushu kitoblarimni nashrdan chiqib qolsa, men bir mo'chan qalam haqqi xizmat u menga hukumatning bergan pensiya ish haqqi yozdim. Qalam haqqining hammani mushu programma orqali ihona qilib versam deydigan kelgusidagi umidim bor. Shirin Chushim amalga oshdi. Rahmat. Onun siz o'zingizning yaxshi xulosa chiqardingiz. Shirin Chushim amalga oshdi deb. Demisimi demoqchi bo'lgan gaplaringizni Shirin Chush sahnasida naq maydondagi tomoshabin do'stlarga ham ekran oldidagi nurg'ulg'an televizor ko'ruvchilarga deyaldingiz aka, shundaqmi? Eng muhimi sizning ko'pchilikni sog'lomlikqa, o'z salomatligiga ko'ngil bo'lishga, undan keyin boy siz degandek bir qator masalalarga ahamiyat berib, o'z hayotini, salomatligini asrashga tashabbus qilish ro'yingizdan biz intayin suyundik. Ko'pchilikning sog'lomligi uchun o'ylashganingizga, o'zingizning sog'lomligingizni asliga keltirish yo'lida ko'rsatgan tirishchanligingiz natijasiga o'zingizni saqaytish bilan bir vaqtda ko'pchilikning sog'lomligi uchun o'ylashganingizga hammamiz chin ko'nglimizdan rahmatimizni aytamiz. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. So'q qilgan kitobingizga ko'pdan ko'p rahmat. Men bu sog'lom to'g'riliq bir og'iz gap qila olay.
Siz kitibingiz yazıpsız hareketni. Hozirgi 40 yoshdan yuqorilarga eng tuvan o'lcham 6000 qadam. Bir kunlik harakatchu, yoshlar uningdan yuqori. Shuningdek, endi yana birga bu harakatdan boshqa yana bir ta'kidlab qo'yganimiz, doktorga ko'rinib davolanishning eng yaxshi payti kasal bo'lishdan ilgari. Sizniki shu tashabbusingizga men nihoyat aktiv qatnashaman, qo'shilaman. Shuning bilan birga bizning Al Nuri Bashtan xali o'nchiligimizmi shu sog'lomlikning asosiy yemaklikdan boshlab tutishga tashabbus qilayotgan bir korxona bo'lish sifatimiz bilan sizni 1000 yuanlik un bilan siz harakat orqali, ilmiy oziqlanish orqali sog'lomlikni qo'l keltirish bilan birga bundan keyin shu asosiy yemakligimizni sap iste'mol qilish orqali texnik uzoq yashab ketishingizga tilakdoshman. Rahmat. Bizim Şinjançılık Xalqaro Soçak şirketi şu xalqimiz sağlamlık için izleniyotgan bir şirket. Hem de sizge deydiğinim bolsa programdan tushgandan keyin biz aloqalashsak, siz buni izni o'tibsiz. Biz sizga mushu jihatdan taraqqiy qilishga biz sahna so'rin sharoit hozirlab bersak, bundan keyin xalqimiz salomatlik uchun mayli kitob yozing, mayli mushu jihatdan bilganlaringizni xalqimizga yetkazing. Yoki biz bilan hamkorlashib bundan keyingi nishoningizga yetishga biz bir hamkorlashib yaxshi bir so'rin hozirlab bersak, sen hozirlab bersak, sharoit hozirlab bersak, biz siz bilan hamkorlashishni xohlaymiz. Rahmat. Sağlam hayat bo'lganda hamma ishni qilib bo'ldi. Men bu kitobdan 100 euro sotib olsam, shu Shinjongning qaysi joylardagi maxsus sotish do'konidagi xodimlarimizga bersak, ularmi foydalansa. Bunda nereden setip alamayız? Setip alış doğru kelsa. Bunu neşriyat özü neşr kılıp, özümüz satayımız da bana beğenmedi. Ben 500'ünü apırıp, kağılıkta dost bireyderlerimge, tukalarımga takip ettim. Kağalları kitapxalığı takılıp, ihtimal tügüde. Azırak kağım oluşum mümkün. Hem de yana bir gipim, ben hükümetinki pensiya maaşı bana yetiyor. Ben mandaq soğuk salam kabul kılsam, ben hicil olap kalıman. Bizning şirket siz abay degan shu ilmiy oziqlanish nazariyasi bo'yicha har xil dangliq chet ellarning dangliq markadagi ilmiy oziqlanish, sog'lomlik mahsulotlari va dora qatorliq buyumlarni xalqimizda yuz ko'rishtirayotgan shirkat. Bu kitobingizni bir qo'llam qo'valam o'qib chiqdim. Bu rohat kesili deb nihoyat chiroyli qapsiz bu ismni. Hozir o'zingiz degandek, o'zingizning burun bir diagnoz qo'yilgan, ya'ni shu qandimay abayqadek bir muncha kasallarning ustidan diagnoz qo'yilib, ya'ni o'zingiz izlanib, o'zingizning hech qanday tibbiy sohadan xabaringiz yo'q asosda o'zingiz ilmiy kitoblarni o'rganib, hozir kasalning asosandagidek kontrol qila olasiz. Mana bu isbot. Ilmiy oziqlanish nazariyasiga bo'ysungan asosda iste'molimizni tangshaydi ekanmiz. Odat uchrayotgan qon quyoq, qon besim va mushunga ergashim xarakterli kasallarning hammani tamoman hal qilib bo'ladi. Bu kitobingizdan bo'lsa, buni hozir tugab ketdingiz. Tiraji aran 3000 besilibdi ekan. Buni yana qaytib bir bossangiz, bizning Shinjang Ro'yab Xalqaro Sotsial shirkati mushundan bo'lsa 500 donni o'zimiz setib olib, nashrdan chiqara oladigan taqdirdilar. Buni siz bilan birlikda, agar bu pulni ishlatadigan ayollar bo'lsa, siz bilan birga hamkorlik qilsak bo'ldi. Yana birisiga bizning shirkatning ko'nglimizdan bo'lsin, yana sizning davomli ilmiy oziqlanishingizni asos qilganda sizga 2000 yuanlik Kanada jami son sog'lomlik mahsulotlarini sovg'a qilishni unutmang. Rahmat. Ma pensiya chiqqan yoqqa asos qiziqishimiz kitob yozishga qiziqyapmiz. Kitap yozish, adabiyotni hozir o'rganyapman. Buni so'ramoqchi o'g'lim hamda men asosli shu 3-4 yillik sog'lomlik safari deb nurg'un liseyalarni o'rlashtirib Shinjongning Jan Shinjong amiyaga berib nurg'un qatim 3-4 oydak faoliyat qildik. Hozir shirkatimizning surtiz bo'lgan men vaqt chiqarib lamdim. Biz ham ishga qisilmishadigan bitta qo'llanmalarni tuzib qo'yatgan. Menda shunday yaxshi materiallar bor. Ham siz shu kitob yozishga qiziqsangiz, shuning ishtiyoqingiz bo'lsa, biz ishkaylar shu sani oyoqlashgandan keyin telefon nomerini yozishib, shu materialni sizga ta'minlasam, siz bilan biz hamkorlashib, siz yoziqchilik qobiliyatingiz, qalam quvutingiz kuchli bo'lsa, men bunga raqslar jasam, shu diyorimizga har millat xalqining sog'lomligi uchun qo'limdagi qo'l yozmalar bo'lsa, shuni ta'minlasam, mushatda hamkorlashsa qanday dedi. Men sizniki ma'volikqa ko'ngil so'g'isga iqtisodiyatdan ehtiyojingiz tushmaydi ekan. Hamda biz bu xalq uchun, bir insoniyatning sog'lomligi uchun bir
töküp koşulgan bizim mengülük nişan akidimiz olgan eken, bu nişanımız okuşup ketken. Şu nişan birlikte amelga aşırsak degen niyette mikrofonu kol kılıp sizge söz kıvatman. Koşulsunuz, emkarlığımız güllense deyim. Ben koşulman. Menimki maqsadim bu. Hazır kitap okuş bilan izlashdan başka ishni qilg'idek vaqt qolmadi menga endi. Mush ilmni tahqiq qilib, mush bemorlarga, xalqimga mayli tibobat ilmidan bo'lsin, mayli adabiy asarlardan bo'lsin, bir ro'yi uzuq belgidek bir foydam tegib qolsa, shu menga yetarli kifoya dedim. Siz bu kitap yazıp başka kitap yazganlar bilim soğukuysa siz sağlamlık soğukupsiz. Bunun da intayin hoş oldum. Bu kitap ne hazır hem de setilip tügep oldu dediniz. Navadiyana ikinci katın basmada baskını bulduğum olsa ben bir 500 dal alsam o Korgasın ayıga Hayriye kütüphanesi ya da bir kütüphane açkan tokma karıkancılı hemkarlaşıp. Şu kütüphanega abi 200 dal ne 300 dal ne olamdı aş kütüphane koyup koysam yaksız taqtıdığanga sizden pul kalama siz onundan neliki kitaptan kıygan paydını siz neliki maylık kıyınçılık avalıga Bəsiniz, üyədən siz paydalansınız. Mən Xeyriyə kütüphanəsi tayımda çiğen məndə köngəl yakın dost ağayını biradərlərə həqsiz taqatsam, mən sağlamlıq soğuk qılıb alsam, siz elə ki, qiyinçilik avalığa aş kitabdan qıygan paydını köngəl soğuk qılıb alsınız. Muşunu yana bir 5 imkaniyeti bulab qalsa, mən 500 dal setib alay. Bu yerdeki sağlamlık meselesi şu ilmi hareket, ilmi uzuqulmuş. Mühim bo'lğaçqa sizning müştimida izlenip mani yazğınınız haqiqatan yaxshi bo'libdi bu. Endi sağlamlık bo'lganda andan keyin karxonchi bo'lamdi, dehqon xalq hammasi yaxshi ishlab chiqara oladi. Sağlamlık bo'lganda oilaning iqtisodiy jamiyatning iqtisodiy taraqqiy qila oladi. Bu bir yaxshi tim ekan. Endi siz mushunda tirishib yaxshi bir kitobni yozganingizni biz qo'llab, men xususan mush Ne'mat ichimlik shirkati 500 dan 1000gacha kitobingiz nashr qilingan vaqtida kitobni elib biz o'zimizning atrofidagi iste'molchi do'st birodarlarimizga sovg'a qildik. Urumchi Terpentan şirketi muş kitabımızın 500'dan setilip, muş kitabını diyarımızdaki herkes rayonlarga yetkizpesek, muş ammallar muş körüp, andakin hemen mandanesi istemem bednimki buldukken, mandanesini yemek yiyip kitipti, mandanesini diyende bir bilim iyi bolsa demekçi. Şuna Kutiyar şirketi sizge 500 tane kitap zikaz kıldı. Ben meyat bir dersini tekitlep koymak istiyorum. Ma kitap, bu mesela diyabet bu deydigan kitaplar barcha ham jiq kitaplar, lekin ma kitapning o'xshamaydigan bir yeri o'zingiz diyabet kesili degandan keyin aning keyin o'zingizning tajribasini o'tkazib, ondan yezib chiqqanligingiz uchun ma kitapning qimmati bo'ladi-ku. Kitapni qaytib bosishimi ba'zi bir rasmiyatlik ketdi-ku. Ben aldın qatar şirin çıktı hazır ma 5. kitap, 4 kitapni nasrin chiqirib yordam qilamiz deb qilgan hammasinin rasmiyatlarini bir qatar qilayotgan. Bizning mas'ul bolam o'sha biroz tajribalik bo'lib qoldi. Men Abida shirkati mush mas'ullab kitobni qaytadan bassaq, anamniki bundan avval mablag' ketdi. Chunki basma zavod uning buning degandek ishlarga. Anandan keyin mablag'ni biz chiqarib turib bassaq, ma zakaz qilgan korxonaga yetkazib bo'lgandan keyin qilgan kirimni anikin o'zir bo'yam degandek, mana shu yetimlarga xayr qilgan ishni ya birlashib qilsak bo'ldi, o'zir qilsin mayli, biz qilsak bo'ldi. Sizga salomatlik tilayman aka. Eng oldi bilan unda esa tush markaziga qadam tashrif qilamdik. Marhamat. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. To'liq bilet. Aka, eng oxirgi erishgan bilet soningiz 258. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkiliga qadam qo'ydingiz. Ko'pchilikning salomatligi uchun bosgan qadamlaringizning gullar unsin. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Zamonaviy turmushning halovatlari bizni baxtiyor davrning insonligiga muyassar qilgan bo'lsa, halovatga yondashgan agashmi kasallar sog'lomligimizga kushandi bo'lmoqda. Sog'lom hayot har bir insonning shirin tushi bo'lish sifati bilan reallikqa aylanishga taqozo. Sog'lomlik va rohat kasalini beshidan o'tkazib, o'z tajribalarini xotirlab, qarindoshlarga sungan Turib To'xtuniyozga hurmat bildiramiz.
bizni rahat va farog'at, hayot va sog'lomlik, kasallik va oziqlanish odatlarimiz haqida o'ylanishga, tafakkur qilishga undigan bu mo'tivarga sog'lomlik va uzun umr tilaymiz. Mehri Şerin Çüş igisi sektimizge merhamet. Assalamu alaikum. Ken Karxanchi ustada mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Assalamu alaikum. Ehran oldidagi barliq ko'rarman, qarindoshlar mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Aqsu diyorininki 90 kelgan Roziyasindan hammanglarga otiq salom. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Arzuyingizni anglab boqaylimi? Mening orzuyim bo'lsa endi hemen bu kasbga qadam qo'yg'ili bir yil 6-yil bo'ladi. Bu kasbni o'zligimdan o'rgangan, kichigimdan o'qish sharoitiga ega bo'lmagandan keyin anandan keyin bu rasm chizishni o'zligimdan navoiylikni o'rganib, undan keyin hamma rasm chizishni yine o'rgandim o'zligimdan. Shunlashganda bu rasmlar orzuyim bo'lsa rasmlarimni setish orqali ma'lum jihatda iqtisod qimmat to'lqilab, ama shu keyin ama shu o'z xalqimga mana shundoq cho'ng turda bir rassomninki qo'ldan har xil ishlar qilganligini xalqimga bildirmoqchi. O'zingizning asarlaringizni olib keldingiz bugun, shundaqmi? Endi mush asarlaringizning setish yo'llarini tepish, izlash uchun keldingizmi? Izlash uchun. Yoki mushu akaganda bir necha parcha asaringizni setish yo'lini topmoqchimi? Bu asrimni setishlan birga endi yoki asrimni setilmagan taqdirda men shu Karxanchi ustozlarniki endi meningki mash o'zimning shirkatiga mos keldika buningki qilayotgan ishlari desa, men shu shirkat ishlab davomli bundan keyin shu rasm kasbida bir natija qozonish, shunday bir rassom bo'g'im bor mening. Rassom bo'psiz-ku? Bu rasmlarimni endi mavu o'zimninki rasmlari mavu bultur sizgan ma resimni edem. Buni qanday sizma deymiz? Maybo'yaqsiz. Maybo'yaqsiz. Maybo'yaq rasm. Ma balada man naychayotgan baladan sirttamisi bu resimde ma balani endi ma shu vaqalarning ichiga kirishtirib sizgan resimde bu. Mashkasibda endi o'zimninki mana shu talantini chiqroq fursatlar bo'lsa demakchimi? Namoyon qilsam demakchi. Shu fursatlarga erishish uchun endi bu ma'lum jihatdan endi meniki dehqon bo'lgandan keyin qoidamda dehqonchilik ishlaridan sirt mani vaqt chiqarolmaydi ekanman. Materiallarni eplamadim. Shunlashganda ustozlarimizniki rasmlarimni azam ba'da elib nim qilsa, anandiki men shu pullarni material silsam demakchi edim. Odatda dehqonchilik bilan shug'ullanasiz, shundaqmi? Ishdan sirtqi vaqtda dehqonchilikning arzon vaqtlarida rasm sizsiz. O'zligingizni o'rganib olgan. Endi ma bir parcha rasm shu bir o'qituvchimiz yo'llab bergan qarchug'ninki yesi ma bu qarchug'ninki ma umumiy ma baladan sirtda qolgan yer emas shu ma kichik balaninki men shundoq ma rasmning ichiga teximamda galdirik chiqdi deb tushunaman. Shunday yaxshi chiqibdi asarlaringiz, bek chiroyli ekan. Nurg'un odamlarning kuchi o'xshashmaydi. Bokschilarning kuchi uning bilikida bo'ladi. O'qituvchining kuchi do'stga oldida bo'ladi. Fotograflarning kuchi güzel manzaralarni nayt segeklik bilan tonib olishda bo'ladi. Roz Yasin birodarimizning bu qarindishimizning kuchi rang va siziqlarni nayt joyiga keltirishda ifodalanibdi. Shunga Roz Yasin qarindishimizni men aytganda kuchli bir qarindosh deb qaraymiz. Bu umum bir baho. Roz Yasin birodarimiz ishlatgan rang va siziqlar nuqtasidan qaragan ochiq rangni ishlatadi ekan. Qizg'in, bir xil go'zal, qizg'in, erkin, ochiq, yo'ruq degan bu sifat so'zlarni ishlatalaymiz. Bu so'zni biz ishlatib yurishimizning sababi nima desa, adabiy asar amaliyotda san'atkorning qalbining namoyandasi. Qalbning adabiy asar shaklida o'tirib chiqishi bu. Demak, mush nuqtadan qaragan chaqda Roz Yasinning yuragi bir xil hayotga bo'lgan qizg'in muhabbat, yaxshilik, go'zallik, yo'riqlik bilan to'lgan bir qalb deb qaraymiz. Endi
Birodar Roziyasi yaxshi bir taklifni o'tirib qo'ydi. Birisi mush rasmlarimni muvofiq bahoda setib chiqarib, muayyan bir qimmat hosil qilsam deydi. Har qanday bir san'atkor o'zining asarining qimmatga ega bo'lishini xohlaydi. Buni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Ikkinchi birisi korxonchi ustozlardan menga bir muvofiq o'rin yoki muvofiq bir sharoit ta'minlansa, men haqiqiy ma'nodagi rassom deydigan bir xil sifatga loyiq bir inson bo'lsam ekan, shunday bir sharoitni ta'minlayalami bizning mush korxonchi ustozlar degan bir ikki turlik arzuni o'tirib qo'yapti konkurslashtirgan vaqtimizda. Endi biz shu ikki konkurs arzuga asosan biz korxonchi birodarlarning inkosiriga bir quloq solib boqaylik. Odatda may bu yoq rasmni sizamsiz? May bu yoq rasmni sizayman, portret rasmini sizayman, naq maydonda. Naq maydonda? Ha, naq maydonda sizayman. Sizamsiz hozir? Naq maydonda sizamsiz? Naq maydonda kimni sizsiz? Siz boqay. Menimi? Sizsizmi mayli, qarang, o'ruq, egiz, bek chiroyli qilibsiz ayting, ha? Chaqchaq qo'ydim. Tipaqaya o'xshadim ki, andike silishtirib ko'ryapsin. Xil umoqsiz qo'yibsiz-ku meni. Ding ding. O'xshabdimi? Ömrümdə bir sımışdaq rəsmini siz berib baxmağan, mən soğuq qılsız aqcan, imzarınızı qoyub lamastığa. Oy. Rahmat. Rahmat sizga. Endi 1 minut vaqt yetmagan vaqt ichida endi men ko'zim tangib qilib turib, bir endi yupurmoqning ichida bir qiz bolaning suratini chizmoqchi. Bunda chizishdagi maqsad endi mendagi bir alohidlikni korxonchi ustozlarim his qila olsa, shunga men rozi. Yağlıq tengib qo'yamdiq? Sharpi bormi? Unutib qoldim. Uy! Ko'zini yumib turib sizgan. Va adırma çapanın yançıqda qap-qapdı, malatını şuna ma köpçilik qarab hamda ko'zimni yumib, manda qarsam hamda ishilmay qolaman deb. Nima chapanning yanchiqda qap-qapdi? Vallahi latamchi, chapanning yanchiqda qap-qapdi, adırın chapan. Ko'zingizni tegib turganmi? Lekin men qarab turdim, ko'zingizni ichib olmadingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizningki bu olib kelgan rasmlaringiz haqiqatan biz majroqdan turib resmi inchki yaxshi chizilganligini his qildik. Yaqin bormagan bilan resmi chiroyli chiqibdi. Bu bizga kelgan bu san'at buyumlaringizga rahmatimizni bildiramiz. Men bir kitobni ko'rgan, shu odamningki muvaffaqiyat qozonishi 70% talant, 30% sirtqi omil yoki o'rganishning ta'siri deydi ekan. Masalan 70% talant har qanday odam tug'ilgan zamonda uningda bir talant bo'ladi ekanda, lekin u talantni bayqash uchun, shuni bayqash uchun 30% bilimni egallashga to'g'ri keladi ekan. Demakchi, har qanday odamning shu talantni ijro qilish uchun u chuqur bir ishni qilib boqqan chaqda o'zining shu talantining bor yo'qligini bila oladigan gap ekan.
Demakchi, sizni hozirgi hamda maktabda o'qimagan dehqon turib, mushundaq bir narsani qila olganligingiz balkim shu talantingizning mas'uli. Hamda bundan keyingi tirishchanlik bilan yana azdo'larlikqa kasbiy bilim bilan egallasangiz, balkim bundan cho'ngroq yaxshi asarlarni maydonga keltira olishingizga biz ishonchimiz bor. Shunga hamda hozir men sizningki bizningki shirkatimiz kiyim-kechak asos qiladi. Bo'lsa agar kiyim-kechak loyihalarini yangi nusxani chiqaradigan manda iqtidoringiz bo'lib qolsa, bizning shirkatimizga kelsangiz, biz birlikda mujohidni sizga yordam qilsak, yana bir jihatdan bizningki kasbiy ishlarimizga hamda bo'lsangiz bu chaqda bizning shirkatimizni qilib qolsangiz qarshi olamiz. Men naq maydonda hamda siz abay deb aytdingiz, shu rasmlarimni satsam, muvafiq bahoda setib keyingi ishlarim uchun ishlatsam dedingiz. Agar satsangiz men shu Tarim degan rasmingizni 5 millionga seta olar. Bu ishonch bir xil pozitsiya bo'lib mumkin bo'lmaydini mumkin bo'ladi qildirdi-chu. Shuni sizning ishonchingiz o'g'achqa navoiylik hunaringiz turib, ma'ni sizibsiz. Kendi yana bir rasm bakin ko'renmay qoldim shunda arib. Umi may bu yoqma? May bu yoq. Emsa shu may bu yoq rasmni biz Sabilar şirketi nomidan 5 millionga setib oldi, zavodga esib qo'yadi. Yana manda bir setib chiqarishning yo'l to'g'riliqmi gap ochqandingiz. Bizning yakin 4.90 joylashgan ixlos tanlov vaziridan Qashqayotga maydonga joylashgan ixlos tanlov vazirimizga ekirib rasmingizni setib chiqarib bersam bo'ladi. Tanlov vazirining o'ziga tushliq qoida tuzumlari bo'ldi. Shu qoida tuzumga bo'ysunsangiz, rasmlaringizni davomli setib chiqarib berishga bizning ixlos tanlov vazirimiz kepil bo'ladi. Rahmat. Mushu sen oyoqlashgandan keyin mamla aloqalashsangiz, diyorimizga dangliq mushlar ustozlarga men sizni tunishtirib qo'yay. Ustoz kelgandan keyin agir to'qa yo'llarni ko'proq besib ketishdan saqlangan bo'ldi. To'g'ri. Lekin men o'zimningki shaxsiy nomidan dehqon uyini sizni qo'llashni istadim. Men 3 millionga shu rasmni setib olay. Rahmat. Siz bu karxanchilarimiz bu sizgan rasmlaringizga necha pul beradi, ma'qul deydigan siz buni qimmat deb qilyaptimda, azoyib qilyaptimda. Ya bo'ldi endi. Menimcha bo'ldi menimcha. So'zi deganda menda kim bo'ladi deb qilamiz? Bu pek yuvashga, shunda kamsiz a. Men oldidikimda shu ashun oldimda, endi men qilib qolgan shu bo'lgan ekan. Buldu, undaqda şerin tushlarınızın reallik aylanışıga tilektaşman, tush markaziga marhamat. Şerin tushlar reallik aylang'isi. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Qani karxanchilar. Shunda bo'lganda, eng oxirida erishgan bilet soningiz 259. Muborak bo'lsin. Ahmetlik arzuingizni tanlash etgan. Qadam qo'ydigan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Talant her insanның rızkı bolsumu, onu bayqaş ayrım mesele. Hamma adamның şaraiti o'xshash bo'lmasimi, lekin tirishchanlik va iroda bilan uni o'zgartirish mumkin. O'z talantini bayqash, sharoitni o'zgartirish uchun tirishchanlik ko'rsatish fursatiga erishgan bu yigitning she'rin tushlari hammalarni mamnun qildi. Albatta, biz Roz Yasinning she'rin tush sahnasida chechaklagan orzularidan xushal bo'ldik. Uning parlaq kelgusini umid bo'yoqlari bilan ko'zlarni qamashtirgudek sizib chiqarishiga ishonamiz. G'ayrat qiling yigit. Şirin düşleringizge biz hamra. Ekran altındaki görmen dostlar 3. peslik şirin tuş programısında ahmiyetlik arzu ilgisini tanlash bosqichiga o'tgan mayırlaşıdan o'zi yaxshi ko'rgan va shunaqla o'zini ta'sirlantirgan mayırlarga bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi.
Bizning tor orqali bilet tashlash usulimiz bo'lsa, www.chekit.uynava.chekit.com to'riga chiqib, o'zi yaxshi ko'rgan mayriga bilet tashlab qolaydiganligini bildirsa bo'ldi. Bizning Öndidar orqali bilet tashlash usulimiz bo'lsa, ko'rman do'stlar ekranda ko'rsatilgan ikkilik kodni skanerlash orqali programmamizning organ sonini qo'shib olgandan keyin o'zi yaxshi ko'rgan mayriga bir bilet tashlay oladi. Şerinç programımız davamlıq mayırı qabul qılıdı. Albatta tizim haqsiz. Ko'rman do'stlar ekranda ko'rsatilgan Şerinç liniyasiga telefon qilish orqali va yoki www.chekit.uynava.chekit.com to'riga chiqib tizimga oldirsa bo'ladi. Qadrli ko'rman do'stlar, Mehri Şerinç programımızın bu sani müşahid oxirlashdi. Texmaranglar o'zgacha mazmunlar kelak sanda yana davomlıq huzuringlarda bo'ladi. Vaqtida kelgaysizlar.